Futbolchining eng katta dushmani nima? Pul va mashhurlikni ko'tara olmaslik. Bu eng katta dushman. Agar birinchi o'ringa qo'ysa qaysi biri? Mashhurlikmi yoki pulmi? Ikkalasi qo'shilgan bo'ladi-da. Mashhur bo'lsa, bu degani pul bo'ladi. Pul bo'lsa, mashhur bo'lsa degan mashhur bo'ladi. Lekin ko'plar masalan mashhur bo'lsa o'sha как бы o'zini tutishi o'zgarib qoladi, muomalasi o'zgarib qolishi mumkin. Avvalambor eng asosiysi menimcha odamgarchilik yaxshi bo'lish kerak, inson bo'lish kerak, yaxshi inson, keyin qolgani bo'laveradi. Chunki bizda oilada dadam, tog'am har doim aytishgan, birinchi navbatda yaxshi inson bo'lishing kerak, birinchi futbolistdan bo'lishingdan oldin. Agar zo'r futbolist bo'lib, lekin insongarchiliging yomon bo'lsa, hech kim seni hurmat qilmaydi. Lekin uncha o'yina olmasang ham, lekin yaxshi inson bo'lsang, hurmating katta bo'ladi, bo'rgachga.